Assalomu alaykum aziz opa-singillarimiz, yaxshimisizlar? Kunlaringiz yaxshi o'tibmi? Mana anchadan beri kutganimizni bugun qildik. Rosa so'rayotgandinglar, to'ramchi ikra qachon qilasiz, qachon bo'ladi deb mana to'ramchi bugundan boshladik. To'ramchi ikramizni hozir chesnoklarni soldik. Endi ukruplarni solamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ranglarini, qaynashlarini, yog'larini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, juda mazali bo'lib chiqyapti. Agar hidi borganda hididan sezsanglar bo'lardi, juda ham chiroyli va shirin bo'lib chiqayotganini. Mana ko'ringlar, bemalol quyuqqina hammasi kubik qilib to'ralgan, pomidorgacha. Tarelkada ham chiroyli bo'lib turishi uchun kimga kerak bo'lsa bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Nalichida bor. Kunlaringiz xayrli va barakali o'tsin. Rahmat.